Misvokdan foydalanadigan odamlar kasal bo'lmas ekan. Antibakterialniy, stomatit toshayotganlarga misvok. Undan tashqari oshqozonda muammosi borlarga misvok. Hozirgi kunda juda ham ko'p insonlar zubnoy pastalardan foydalanyapti. Oshqozon kasalliklari, gastrit va undan tashqari gormonal narushnalar aynan zubnoy pastalardan kelib chiqadi. Zubnoy pastalar bilsalaring chet elda umuman ishlatishmaydi, pashti juda ham kam ishlatishadi. Tabiiysini ishlatishadi. Zubnoy pastalarni misvokdan ishlatishadi. Amerikada ham, Rossiyada ham pashti 70% aholi misol uchun bilishadi, ftor, ya'ni zubnoy pastaning zararlarini, shuning uchun misvokdan foydalanishadi. Misvok tishni oqartiradi, antibakterialniy, viruslarga qarshi kurashadi, qon aylanishini yaxshilaydi, davlat norma holatida ushlaydi. Misvokdan ota-onangizga olib bering. Ota-onangizga eng kerakli narsa bu misvok hisoblanadi. Albatta antibakterialniy gripp bo'lishingizni ham oldini oladi. Shu videoni doimiy har kuni zubnoy pasta yeydigan tanishlarga jo'nat.